Ixtiyor aka qaqa olib keldingiz. Boshqa. Ixtiyor aka qaqa olib keldingiz meni. Asadbek, Aha. internetlarda ko'raman, tansiz ovqatlar yeb yurasan. Lekin biron marta ham meni taklif qilmagansiz shu joylarga. Akajonim, endi aytmoqchi edim. Bugun men sanichi xijolat qilaman. Yangi yo'limizda nomer 1 My KFC ochilibdi. Seni mehmon qilaman. Yur ukajon. Bu yerda biz bilgan KFC'ning eng zo'rlari tayyorlanar ekan. Narxlari ham hamyonbop. Tovuq oyoq qanotchalari 85 mingdan, file esa 90 ming ekan. Eng muhimi, sanitariya qoidalariga to'liq amal qilishadi. Xullas ko'ngilni to'q qilsangiz bo'ladi. Halol mahsulotlardan foydalanishadi. Ta'miga esa gap bo'lishi mumkin emas. Men o'zim ko'p joyni taomini maqtayvermayman, lekin bu yerning mazasi maqtagulik darajada shirin. Ukam Asadbekning o'ziga ham juda yoqdi. Endi keyingi mehmon qilish navbati ukamdan. Ko'ramiz qayerga olib borar ekan. Ish vaqti ertalab 9 dan kechki 9 gacha. Bemalol buyurtma qilsangiz bo'ladi. To'y va marosimlar uchun tog'oraga ham qilib berishadi. Buyurtma berish uchun ekrandagi raqamlarga behijolat qo'ng'iroq qiling. Manzil Yangiyo'l shahar, xalq tili bilan aytganda Sahrning hududi.